Bu qadimlik darsda biz yana qurollardan davomli foydalanib yoki maskalash qavati, filtrlash usullaridan foydalanib turib rasmni a'lolashtiramiz. Buningda masalan misol ko'rsatilganda bu qizning yuzida har xil dog'lar, sapkullar bo'lish ekan, uning ustiga ba'zi qo'riqlar, andan keyin terining holatini qanday qilib yaxshilaymiz, buni amaliy misol orqali tushunaylik. Men buni tushunishdan burun, ishlash mashg'ulot ilib berishdan burun oldi bilan bu rasmni bir nusxalay. Nusxalashning usuli men keyin tekrar o'chirib bo'lgandan keyin, qulub yo'qotib bo'lgandan keyin alt belgisini besib ustiga birini sursam, bu avtomatik nusxalab berdi. Men buni xalqan bir ism qo'yib olsam bo'ldi. Masalan, Tangshash degan o'xshash ismni men qo'yib oldim. Endi men mashg'ulotni shu rasmdan boshlashim bo'laverdi. Oldi bilan men bunun ustidagi ba'zi dog'larni yoki manglarni yo'qotish uchun qanday qilman degan chog'da o'sha rasmni tanlab turib, bizning dog' yo'qotish qurolimizni taklif qilamiz. Bunda birinchisini tanlab turib, andan keyin bu avtomatik holda yangilayotgan chog'da oldi bilan biz yangi qurdan qursak ham bo'ldi. Va yoki o'sha shaklni ustida ilib olsak ham bo'ldi. Agar bu shakl biz keyinlardan deb qolsak, eng yaxshisi yangi batdan birini quraylik, qurib buni ustidan biz hammasiga tanlaymiz, hamma qavatni o'rishganimiz degan chek bo'lgandan keyin hamma uning yanidagi shu muhit ta'sir qilsin deb qilsak ham bo'ldi va yoki mazmunni avtomatik his qildirsak ham bo'ladi. Masalan, men atrofdagi muhitni his qilgan asosda ishlar qilay, men dastlabda mangni yo'qotib boqay. Yo'qidi. Shunga o'xshash cho'ng kichik ba'zi dog'larni shu orqali yo'qotsak bo'laverdi. Men buni sal cho'ngaytay, ba'zilari buzib qo'ygan bo'lsam, ostida 2 qatam eklashim bo'ladi. Shunday qilib ko'z ko'ringan cho'ng dog'larni va yoki qo'riqlarni yo'qotsam bo'ladi. Buni kichiltib, ma'lum sifatda kichiklasam bo'ladi. Kontrol taqsidagi o'ttir tirnoq belgisini o'ng so'l ko'rsatib o'ttir tirnoqni mos qadamda besish orqali buni kichiltish va cho'ngaytish unumga erisha olamiz. Men mazmunni his qildirib tanladim. Shuning bilan buni unumi ham yaxshi bo'lgandek qildi. O'zlashtirib oldik. Endi men bu holatni ko'rib boqay. Bo'lgandan keyin men uni ustiga yangi batdan birini quray. Qurib bo'lgandan keyin men mazmunni avtomatik kuchaymoqchi bo'lsam, kontrol taxtasidagi Control Alt Shift va E harfi, inglizcha E harfini bosgan chog'da avtomatik mazmunni yangilangan mazmunga ko'chirib berdi. Nusxalab bergan nusxa orqali biz mashg'ulot ilib olsak bo'ladi. Endi men bu mashg'ulotning ichidan qilishdan burun oldi bilan bu ayolning tishini oqartay. Tishi miyada bizga nisbatan toza yaxshi bo'lmagan o'zgarishlar bo'lib qopti. Men buni sal cho'ngaytib turib yangilayotdim. Endi men buningda erkin tanlash, erkin solma silish quroli el harfini besar qilishga erishib, men bu tishi bar tarafini doiralab olay. Buningda kalpiklarning ba'zi qismlarini tanlab qolsa hech qisi yo'q. Siz buni biz yana tangshalaymiz. Buni tanlab bo'lgandan keyin men tangshak orqali kirsam bo'ladi. Buni agar siz tangshak ko'rilmagan bo'lsa, siz ko'znakning ichidan tangshash degan chegarasiz bo'ladi. Undan keyin men buni to'ylik darajasi. Bunda men hamma rang ta'sir qilgandan ko'ra tishidagi seriq rangni yo'qotmoqchi yoki uning ko'rinishini sal to'latmoqchi bo'lganim uchun men seriq rangni tanlay. Seriq rangni tanlab bo'lib, buning to'ylik darajasini kichiltay. Kichiltgan chog'da siz diqqat qilsangiz bo'ladi. Iqma chekkan chog'da asli holat o'zgargan holat. Asli holat o'zgargan holat. O'sha orqali biz bilalaymiz. Men buni qilib bo'lgandan keyin kirgizib kirgizib agar yana cho'ng dog'lar olib qolsa, masalan, siz dog' yo'qotishning ichidagi to'liqlash yoki yamash quroli orqali yo'tkizsangiz bo'ladi. Masalan, tishining ichidagi men bu yerda oldin rasmni tanlab olay. Rasm qavatini tanlab olib, men
shu dairni yo'qotmoqchi bo'lsam, oz qadam uzoq yurgandan keyin avtomatik to'nib berdi. Ondan keyin bu mashg'ulot tugagandan keyin kontrol bilan D ni bossak bo'ladi. Ham buning tishi burun oqargandek qildi. Endi men butun rasmdagi qizil rangni sal ko'paytay. Yuzi teriga ozroq rang berish uchun men yana boshqa tanlab tursam bo'ldi. Masalan, men bundan keyin ham umumiy rangga yoki qiynoqliq darajasining ichidan mashina tanlab bo'lib, egri siziq degan tanlagandan keyin buning ichidan hammasi bayon qilgancha qizil rangga ozroq kerak. Nəhayət az sürətdə mən bu qısam bəlkə verərsək bu nəhayət təbiilikni yoxlayan oldu. Nəhayət kiçik sürətdə özgərtib bununla kan yürəyətkanını önümə erişdik. Əmdi bu üstüdəki yana qarasak bu teri hər xil qada-qudu nəslər bağlığını, tüzük yaxşılanmağını his qıldıq. Biz bunu qandaq yoxdumuz. Bunu qilishdan burun biz avval bilan ko'zni o'yintaylik. Ko'zning ichidagi oqlarninki ba'zi qizillarni yo'qotib, texim oq va ko'zni ro'shan eklaylik. Bunu qilishdan burun men yangi birdan birini qurib, yana avtomatik ko'chiray. Control Alt Shift va E bilan bossam ko'chirib berdi. Ko'chirib bergandan keyin men o'sha holatda ko'zga ta'sir qilgan yana erkin solmish qurolni paylanay. Ko'zning doirasini belgilay. Agar yaxshi qilmasangiz, chekinsangiz bo'ladi. Ama şu dairni taxminan tanlab ko'z oqbayalan tanlab. Bunun yana qo'shmoqchi bo'lsangiz, avtomatik shu yutkilibdi. Bunu shuni erkin bossangiz bo'ladi. Ko'zning eqini tanlab bo'lgandan keyin men hozir boshliqni yutkisam bo'ladi. Yutkab böyle tanlangandan keyin men ko'zdagi oqlarni qanday qilib yo'qotdim. Texim oq qilmaydigan joyda yana agressivlik qurolini taklif qilsak bo'ladi. Men bu orqali buni oz suratda ustiga balki ustiga qo'ysak bu butunlay sun'iy yo'lab qoldina aytdi. Kichik billar bilmasal o'zgarsak bo'ldi. Lekin hech qilsak bo'ldi, buning qirlari nəhayət qirliq chiqib qoldi. Men buni ustidagi masqavat orqali buni yumronlashtiray. Yumronlashtirib tabiiylikka yaqin aklay. Bu o'zgartgandagi holat, o'zgarmagandagi holat. Mana bu ko'zning o'zgargan, o'zgarmagandagi holati. Shuni asosan qismingiz tanishsangiz bo'ladi. Bu ko'zni men texmo ro'shanlashtirish uchun qanday qilmaydigan chog'da men mush ko'zni tanlab turib, o'tkirlashtirishni tanlasam bo'ladi. Masalan, buni ostidagi o'tkirlashtirish o'tkirlashtirishni tanlab turib, masalan, sal cho'ngaytib, ko'z tarafini bir ikkinchi chekib burun qargan chog'da texmi jonliq ko'rindi. Agar siz bu holatni texmi rozi bo'lgan bo'lsangiz, qanday qilamiz degan chog'da yangidan bir qavat qurib, ustiga biz yangidan bir qavat qurib, undan keyin ko'zni atrofiga qiynoq darajasida yashaydigan qavat qo'yaylik. Buning uchun qanday qilamiz degan chog'da yangi qavatni qurishdan burun alt belgisini bosib, falkonsini chekib turib, chekkan chog'da yangidan ism qo'ydik. Biz buningga ko'z qarchuq deb yozib qo'ydik. Qarchuq deb yozib qo'ydik. Undan boshqa men buningkin o'zini ustiga qo'shilgan holatda bo'lsin, men buni musholatning o'zining belgisi orqali tanlayapsam bo'ldi. Shu holatda qilsam texim aniq ko'ra olaman. Men bu yerda undan keyin rasm qalami orqali tanlasam bo'ldi. Usti qor tanlangan bo'lsa, siz bu chog'da cho'qim qorni tanlasangiz, oq bo'lgan bo'lsa qorga almashtirsangiz bo'ldi. Bu kuni orqali o'zgartiramiz. Endi men bu yerni qiyinroq qilmoqchi uchun qor qilmoqchi. Endi bundan men maqsadni kichiltib ko'zning atrofini qiyinroq. Siz bu yerda darajasini buningki nima orqali tanlasangiz bo'ladi. Masalan, men bu yerni bak suz bo'lib qoldi deb qargan bo'lsam, 50, ya'ni 50 metr uchun 50 tanlanmagan holatda, men bu yoq tanlangan holatda 50 ni bossam, o'zgardi. Men bu yerdan uning darajasini tanlab etdim. Endi hozir sal tabiiy emas, shunday bo'lsa-mu
biz bunun süzük tarifini o'zgartirish orqali buni qilalaymiz. Endi men oq rang berish orqali buningga ba'zi selektor ranglarni texim yaxshi jonliq his qildira olaman. Masalan, bu yerda men oq rang berib turib bo'lgandan keyin ben buningki süzük tarifini tanışay. Balkim unchalar ekasam 70 alatda ekasam balkim texim yaxshiroq bo'lgan o'xshaydi. Mana bu bergandan keyingi holati, bu bermagandan burungi holati. Men buni tezlik qilish uchun 60 atrofiga ekib qo'yib turay. Undan boshqa endi biz terisini süzüklashtiramiz. Terisini qanday qilib süzüklashtiramiz? Men shu qavatni eng ustiga qayta nusxalay. Yangi batdan birini qurib Ctrl Alt va Shift belgisini bosib turib ER knopkasini tang bosgan chog'da avtomatik ko'chirib berdi. Ko'chirib bergandan keyin men filtrni ham yordamchi qilay. Tizimlik storning ichidagi filtrning ichidagi g'uvalashtirishning ichidagi Gauss g'uvalashtirish knopkasini bosgan chog'da yangidan bir ko'znak ochilib, bu g'uvalash qo'shildi. Siz dastlab 0 bo'lgan chog'da buningda jiq o'zgarish yo'q. Siz qancha o'ng taraf surgan sari ya soni oshirgan sari bu tutuqlashmaydi. Men bu boshqa yerga ta'sir qilmay terini ko'ray, teri musholati bo'lsa men bo'ladi ekan degan maslaga men 4 atrofida saqlagandan keyin ham jazmlashtirdim. Lekin men bu qarasam butun rasm g'uvalashib ketdi. Mening maqsadim faqat teriga unum bermoqchi. Ham qanday qilmaydigan chog'da buni yana maskalash orqali foydalansak bo'ldi. Tez maskalash qavatini chekishdan burun alt knopkasini bosib turib, men tez maskalashni chekayotgan chog'da bu hozir qora holatga keldi. Endi buni faqat terini bo'yash orqali teriga unum berish holatiga yetalaymiz. Hamma bu yerda yana bo'yoqni rasm qalamini tanlab turib, muvaffaq holda uning cho'ngligini cho'ngaytib turib unum bersam bo'ldi. Men uning usul tarifini 50 yoki 45 atrofida qilayman. 45 qilish uchun tez suratda 4-5 ni bassam, 4 va 5 raqamni bosganda 45 ga aylandi. Hemen bu yerda endi buni yüz terisini bo'yashga boshlaydi. Unumga erishmoqchi bo'lgan yanini bo'yaymiz. Bo'ygan chog'da ba'zi dog'lar hayron qolarli yo'qolib ketadi. Buningga intayin savatchanlik deydi. Siz buni qancha inchga qilib cho'ngaytib turib va buni masalan kichikiltib cho'ngaytib turib qilsangiz, buning unumi texmi ro'shan bo'ladi. Agar bunun qirlarninkini nəhayət qiyinliqligini his qilib qolgan bo'lsangiz, bu maskalash qavatiga har vaqt kirib turib qo'yish tegish orqali buning mask qavatidagi yumronlashtirish darajasini o'zgartsak bo'ladi. Shu orqali biz buningki tangshiyalaymiz, muvaffaq darajada tangshiyalaymiz. Vaqt munosabati bilan men tafsiliy qo'yib ketmadim. Ba'zi qo'riqlarni suvlashtirish rolini o'tayalaymiz. Bo'lib kelgandan keyin men endi yana buningki süzük tarifini muvaffaq darajada kichiklasam bo'ladi. Kichikpak ishlatsa asldagi dog'lar paydo qildi. Shunga men buni muvaffaq tanishib, asldagi dog'lar ko'rinmagan asosda tanishay. Balkim 90 yoki atrofida ekasam muvaffaq bo'lishi mumkin. O'shalar ekab bo'lgandan keyin men mushlar qolmasa mushal qo'yib qo'ydim. Endi men bundan boshqa buningki umumiy rasmninki masalan chechini o'zgartirib qo'y. Chechining rangini boshqacha rangga, qishining rangini boshqa rang o'zgartirishni qanday qilamiz degan chog'da men yangidan bir bat qurilib, buni avtomatik ko'chirib olay. Ya'ni Ctrl Alt Shift va ER ini bosgan chog'da holat keldi. Men buni tez tanlash quroli orqali chechining doirasini tanlayman.
Ba'zi biz o'ylagandek yaxshi chiqmasligi mumkin. Biz buni agar yaxshi chiqmasa, yana salom silish quroli orqali qilsak bo'ladi. Sizlarga ma'lum qo'yish holati kelgan chog'imda men chechini va qiyshini ikilib buningga butunlay to'g'ri qilib ketishning hojati yo'q. Buni biz har vaqt tavsiyalaymiz. Masalan, men bu yerda o'zgartmoqchi bo'lgan doirani tanlamoqchi. Men qulg'ining rangini o'zgarib ketish qolmag'achqa qulg'ini chiqarib o'tmoqchi. Lekin men hozir qilsam chiqara olmayman. Men alt belgisini besib tursam yoki elitishni ko'nikishni bosgandan keyin qilsam bo'ldi. Alt belgisini besib turib, quloq bu tarafni men asta chiqarib o'tay. Endi tanlangan doiralarni masalan qiyish qolib qopti. Men yana qiyishini bu tarzda tanlab Mushalat kelgandan keyin men endi chechini rangini o'zgartmoqchi. Qanday o'zgartaman? O'zgartgan chog'da men yana tanishakdan sizga to'yinish rasmini cheklashim bo'ldi. Men bu yerda rasmning doirasini tanlamoqchi. Agar men bu yerda qaysi rang kelim bilmay qolsam, elish orqali belgilasam bo'ladi. Men bunday qo'shsam bo'ladi. Masalan, bu holatlarni o'zgartmoqchi. Endi men bu chechining rangini muvofiq tarzda o'zgartmoqchi. Siz his qilsangiz bo'ladi. Endi ba'zi qoshlarning usullari lekin toz yaxshi chiqmaganda qiladi. Biz buni o'zimiz tanishish orqali qilaymiz. Agar mush holatni yaxshi ko'rgan bo'lsam, qilsam bo'ladi. Lekin buningki yumronlashtirish darajasini muvofiq darajada o'zgartirsam yoki buning quyuq darajasini muvofiq suzlashtirib bo'ladi. Buni qilgan chog'da butun rasm ta'sir qilib ketdi. Men eng yaxshisi buni o'zining aslohati ekib qo'yay. Maşallah ekib bo'lgandan keyin qarasangiz ba'zi chochlari rangi kirmagan holatda, ba'zi yerlar ishib ketgan holatda biz buni qanday tanishamiz? Buni tanishishning usullari, masalan, biz buni kirib bo'lib, mushu qavat tanlangan holatda men masalan oq rang berish orqali ko'paytiraman, qora rang berish orqali ko'paytiraman. Buning uchun men masalan hozir bo'yoq qo'llarimni paylanib turib, chech qam qolgan yerlarni bo'yasam bo'ladi. Men bu muvofiq darajaga shilib turib o'zgartdim. Masalan, chechining ba'zi qolgan yerlari bo'lgan. Buni orqali o'zgartish ilib olsam bo'ladi. Endi yer ishib ketgan yerlarni qanday qilamiz degan chog'da men ikki sarmlar qoralar ekilib, men bu yerlarni o'chirib o'tay. Endi bu yerda nima uchun unumda xishmaydi degan chog'da bu 45% olib qolg'ashqanda. Men bu yerda 9 belgisini 90% ekib bo'lgandan keyin men o'chirib olsam bo'ladi. MBA'larga men X belgisini oqalar ekilib, muvofiqda bo'yatdim. Undan keyin yana X belgisi orqali muvofiq darajada uchrayman. O'sha orqali tansak bo'ladi. Masalan, qiyishini ishib ketgan yerlar qolsa, ma'lum nisbatda 70 ga ekilib yoki 60 ga ekilay. Buni har vaqt X orqali o'zgartib turib qilsak bo'ldi. Endi buning kirpigi qolib qolibdi. Kirpigini qo'yish uchun biz buning darajasini 50 ga tushirib, kirpigi bu tarafni kirpiklarni qilsak bo'ldi. Buni qilishning yaxshi usuli texnik kichiklatib, har bir kirpiklarni ustida o'yinta olsangiz, texmo chilliqqa erishadi. Men endi umumiy rasmning qilishini o'zgartdim, lekin ba'zi yerlari yana menga yoqmagan bo'lsa, o'zgartsam bo'laverdi. Masalan, men buni muvofiq darajada suzlashtiray. Suzlashtirgan siri tabiiylikka yaqin keladi. Men bu holatni saqlagandan keyin agar menga bu holat yoqqan bo'lsa, men bu holatni saqlasam bo'laverdi. Endi biz asldagi rasm bilan solishtirib boqaylik. Solishtirgan chog'da alt belgisini yechib, asldagi rasmni bosgan chog'da asldagi rasm biz unum bergandan keyingi holat. Asldagi rasm
biz ünüm bergəndən keyinki holat. Mana shunga asosan o'zingizning ahvolga qarab ba'zi usullarga tanishsangiz bo'laverdi.